Ana kelyapti. Signal chal. Rossiyadan kelib yerim. Yaxshilab chal, hamma qo'shnilar eshitsin. Qizlik ota uyim, va nihoyat yetib keldim. Assalomu alaykum dadasi, yaxshi keldingizmi? Qandaysiz? Keldim xotin. Kim edi bu? Enam-ku qaynonangiz. Tirikmi hali? Nima gaplar bo'lyaptimi? Kim bu turib sovuq? Dadasi, bu o'g'lingiz Alishku. So'rash dadang bilan. Bilay. Yaxshimisiz? Pul olib keldingizmi, dada? Mana olib keldim. Qanaqa tarbiya bergansan bunga, ha? Endi men maksimalniy vaspitaniya berdim. Bu yog'ini o'zingiz berasiz. Nimani urib tashlab kelgan? Otangni hozir. Hozir ishtoniga bir narsa qo'yadi mana shuning. Mana shu bolka Chingalchkuyni katta qilaman deb Rossiyada sovuqda ishlab yurdim men. Mana shu. Yaxshimisiz kela? Kim bu? Mol salom berishni ham bilmaydi. Qizingiz Lubaku? Ho'kizday bo'lib ketibdimi? Nechta edi o'zi bular? Ya tavba qildim, bolasining sonini bilmaydi bilay. Sen kimsan? Tochkani xo'jayinimi? Sen kimsan? Sen kimsan? Kampir uyga sog'indim. Kim bu? Uyimizda begona xurras paydo bo'lib qoptimi? Kim bu? Kim bu bola? Sochi qora. Kim bu pituq? Kimsan? Dadasi, bu o'g'lingiz g'ani. Buni ham tuqqanding, ha? Bu dadang bu. O'sha kuni uxlaylik dedim senga, ha? Qani dadasi, Rossiyadan bolalaringizga nima olib keldingiz? Ya ochma. Jim tiring endi, qani vaqa. Ya, lala ko'tagliklarimi? Buni kimga olib keldingiz endi? Ha, shu bolalaringga olib keldim-da. Ha, ho'kizdek katta bo'lib ketishini qaydan bilay, kichkinacha edi-ku. Bu lalakuni yangi qadoqdagisi. Buni paxtasi bor-ku, Amerikadan olib kelinadi. Materialni ham yumshoq qilib chiqargan, botmaydi. Namlikni ham o'tkazmaydi. Buni Rossiyada turib ham olsa bo'ladi, Valbiriston. Voy, o'lib. Sen kimsan? Amaki chektirib olmaysizmi? Ho, Rossiyskimi? Bas qilib o'tiribsiz. Uka. Shuncha yil bola chaqam deb Rossiyada ishlanmanim. Bolalarim tarbiyasi bilan shug'ullanmanman. Ha, necha? Meni ham dadam bu Rossiyadan kelgan. Hali ko'rganim yo'q. Daday kim? Dilmurod, Dima deydi hamma. Dadayman. Mening yarim Maskovlarga ketdi